Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kelinglar, Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Axborot texnologiya sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlangan salbiy holatga to'xtalib o'tsak. Ya'ni, joriy yilning sentyabr oyida Farg'ona viloyatida yashovchi 3 nafar fuqaroimiz qonunga xilof ravishda kriptoaktivlar bilan bog'liq faoliyatda amalga oshirib kelganligi ma'lum bo'ldi. 3 nafar fuqaro HSM Connection nomli platforma orqali moliyaviy piramidani a'zosiga aylanib, ushbu moliyaviy piramida orqali qonunga xilof ravishda topayotgan pul mablag'larini ular o'zlarining hisob raqamlariga tushirish maqsadida Binance va Bitget kriptobirjalaridagi elektron hamyonlardan foydalangan holda kriptoaktivlar turida o'zlarining hisob raqamlariga tushirib olganlar. Hamda tushirib olgan pul mablag'larining miqdori 1000 AQSh dollaridan 3000 AQSh dollarigacha bo'lgan kriptoaktivlarni tashkil etmoqda. Shundan so'ng mazkur fuqarolar Binance va Bitget kriptobirjalariga o'zlarining bank plastik kartalarini ulagan holda qonunga xilof ravishda topilgan pul mablag'larini legallashtirib olgan. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 155.4 moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, tegishli tartibda sud organlariga javobgarlik tortish masalasini ko'rish uchun yuborildi. Aziz fuqarolar, sizlardan shu kabi moliyaviy piramidani tashkil etuvchi turli xil platformalarga hamda ular orqali kriptoaktivlar bilan bog'liq faoliyatni qonunga xilof ravishda amalga oshirishdan kelishingizni so'rab qolamiz. Zero har bir harakatingiz qonuniy doirada amalga oshirsa, bu sizning kafolatingizni bildiradi. Kriptoaktivlar bilan bog'liq faoliyatni qanday tartibda to'g'ri amalga oshirish? Shu kabi savollarga aniq javoblarni olish uchun hozirgi kunda o'tkazayotgan aholini kibermadaniyatni yuksaltirish oyligida faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz.